Asal toza tabiiy jamoamiz bilan hozir ko'rsatib o'taman. Ish jarayonlarini ham ko'rsatib o'taman. Mana zakaz olinish ishlari bular operatorlarimiz har bitta klientga ma'lumot berib o'tadi. Ikki xil asalmi? Aha, Samarqandga. Xo'p. Bitta tog' asali, bitta yantoq. Bo'ldi, chiqarib yuboramiz. Zakaz olindi. Zakaz olingandan keyin quyish ishlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana eng qiziq jarayonlariga keldik. Quyish ishlari. Mana quyish ishlari ketyapti. Bu tog' asali, klientimiz yana yantoq asali zakaz berdilar. Hozir buni qanaqa quyishni ko'rsatib, pechatlashimizni ham ko'rsatib beramiz. Plombalar, pechatlab jo'natib olamiz dastlabkiga. Bu qadoqlash ishlarimiz klient qo'liga yetib borguncha ochilmasdan borishi uchun. Bu oldin podsholar bir-biriga xat jo'natgan payt ishlatilgan pechat, surg'ich pechat deyiladi. Mana asalimiz plombalandi. Endi ishonchli yetib boradi bolasi. Bo'ldi, tayyor asalimiz dastlabkiga. Mana bu yoqda har xil davlatlardan keltirilgan asallarimiz tayyor qadoqlangan turibdi. O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor. Hammasi toza, tabiiy asallar. Mana bu katta hajmdagi asallarimiz ham bor. Masalan 7 kilo, 10 kilo, 15 kilolik masalan ro'zg'orga oladiganlar bo'lsa, mana shunaqa ishlarga jo'natib olamiz. Dastlabkamiz O'zbekiston bo'yicha bepul.